Psixologik test. Ko'p o'ylamasdan sizga yoqqan bitta daraxtni tanlang va o'zingiz haqida yanayam ko'proq bilib oling. Birinchi daraxt. Saxiy va odob axloqli. Siz yaxshi bo'lishga intilasiz. Sizning orzularingiz hamda niyatlaringiz oliy. Odamlarga siz bilan ishlash qiyin ko'rinadi. Aslida sizga o'zingiz bilan ishlash qiyin, lekin siz xudbin emassiz. Siz tirishqoqlik bilan ishlaysiz. Siz o'z tirishqoqligingiz bilan dunyoni yanayam yaxshiroq bo'lishini xohlaysiz. Siz sevasiz. Sizning sevgingiz kuchli va xiyonatni hech ham kechirmaysiz, lekin sevishdan qolmaysiz. Juda ham kam odam siz qilgan ishlarning mohiyatini anglab qadriga yetadi. Ikkinchi daraxt. Qiziquvchan va haqiqatgo'y. Siz mas'uliyatli odamsiz. Siz o'zingizdan ko'ra boshqalar haqida tashvishlanasiz. Siz vijdonan ishlaysiz va osonlik bilan majburiyatlarni o'z bo'yningizga olasiz. Sizning fe'l-atvoringiz yaxshi. Siz odamlarda ishonch uyg'otasiz. Topqirlik va donolik bilan davraga yorug'lik taratasiz. Uchinchi daraxt. Aqlli va o'ychan. Siz chuqur fikrlaysiz. Siz uchun fikr va g'oya eng muhimi. Siz yolg'izlikda fikrlashni yaxshi ko'rasiz. Siz o'ychan va ko'p o'qiydigan odamlar bilan yaxshi chiqishasiz. Siz yuzaki bo'lishni yoqtirmaysiz. Odob axloq siz uchun yuqori o'rinda. Siz ko'pchilik noto'g'ri deb turgan bo'lsa-da, o'zingizni aytganingizdan qaytmaysiz. To'rtinchi daraxt. Ziyrak va falsafiy. Siz noyobsiz, ruhan tanhosiz. Yoningizda hatto sizga bir oz o'xshash hech bir inson yo'q. Siz g'aroyib va ozgina tantiqsiz. Sizni tez-tez noto'g'ri tushunishadi va bu sizni dilingizni og'ritadi. Siz ijodingizni rivojlantirishingiz zarur. U atrofdagilarning hurmatini talab qiladi. Siz hayotni qorong'u va yorug' tomonini ravshan ko'ra olasiz. Beshinchi daraxt. Dadil va peshqadam. Siz juda ham mustaqilsiz. Sizning hayot shioringiz o'zim qilaman. Siz faqat o'zingizga ishonasiz. Siz o'zingiz va siz sevgan odamlar uchun qanday madad bo'lishni bilasiz. Siz o'z xohishingizni bilasiz va unga qarab olg'a qadam bosasiz. Odamlardan sizning talabingiz yagona, samimiylik va siz haqiqatga tayyorsiz. Oltinchi daraxt. Mehribon va ta'sirchan. Siz odamlar bilan oson munosabat qura olasiz. Sizning do'stlaringiz ko'p va siz ularning hayotini yanayam yaxshiroq qilishga intilasiz. Sizning qalbingiz pok. Siz har kuni yana qanday qilib yana ham yaxshiroq bo'lsam ekan deb o'ylaysiz. Siz ziyrak va noyob bo'lishni xohlaysiz. Sizga ko'proq muhabbat zarur. Siz hatto sizni sevmaydiganlarni sevishga ham tayyorsiz. Yettinchi daraxt. Baxtli va vazmin. Siz ziyraksiz, tushunadigan kishisiz. Siz muhokamasiz diqqat bilan eshitasiz. Siz har bir odamni hayotida o'zini yo'li bor deb hisoblaysiz. Siz odamlarni osonlik bilan qabul qilasiz. Sizni hayotning achchiq zarbalari kamdan kam ranjitadi. Siz odatda juda ham xotirjamsiz. Sizni hech narsa o'z yo'lingizdan adashtirmaydi va doimo bo'sh vaqtingizni yaxshi o'tkazasiz. Sakkizinchi daraxt. Jozibali va g'ayratli. Siz quvnoq, hazilkash, g'ayratli, doimo ishtiyoqqa to'lasiz. Siz butun dunyo bilan hamnafasdasiz. Siz tez-tez odamlarni ajablantirasiz va xo'p deb javob berasiz. Sizga hamma narsa qiziq va sarguzashtlarni sevasiz. Agar siz biror narsa bilan qiziqib qolsangiz, uni batafsil o'rganib chiqmaguncha tinchlanmaysiz. To'qqizinchi daraxt. Optimist va omadlik. Siz uchun hayot bu sovg'a va berilgan bu ne'matdan unumli foydalanishga harakat qilasiz. Siz hayotda erishgan yutuqlaringizdan juda ham g'ururlanasiz. O'z yaqinlaringiz bilan xursandchilik va qayg'uda birga bo'lasiz. Siz hayotga sog'lom nigoh bilan qaraysiz va har bir imkoniyatni kechirmoq, o'qimoq va o'smoqqa ishlatasiz. Siz uchun hayot boshqa ish bilan shug'ullanish uchun juda ham qisqa.